Assalomu alaykum. Navbatdagi o'rnatuv jarayonimiz Samarqand shahriga bo'ldi. Mana darvozamiz avtomatik rolstarni hamda yoniga kalitkasi bilan birgalikda bo'ldi. Avtomatik darvozamiz bo'yi 3.75, eniga 3 metr. Joyimiz 3.25 bo'lganligi uchun o'ngon profilli qo'yib, 3 metrlik qilib darvozani o'rnatib berdik. Mana uстановкamiz bo'ldi, ishimizni tugatdik. Mana rushni holatda ham bo'lgan. Ish jarayonimiz bitdi. Hozir tashqaridan ishlashning jarayonini ko'rsatib beramiz.